Mohinur, bo'ldi, yig'lama. Men u bilan bir haftada ajrashib ketaman. Oyim bilan dadam zo'rlab uylantirishyapti. Senga aytdim-ku. U qiz dadam qarindoshi ekan. Yaxshi. Bo'lmasa meni u qiz bilan tanishtirasiz. Nimaga? Qo'rqyapsizmi? Nimadan qo'rqaman? Bo'lmasa tanishtirasiz. Kerak bo'lsa hozir. Hozir olib kelasiz. Toshmaydi o'qir ekan. Faqat yoniga o'zim boraman, siz bormaysiz. Faqat sendan iltimos to'yni buzma. Senga aytayapman-ku, men u bilan ko'p yashaymayman. Baribir ajrashib ketaman. Dadam uchun uylanyapman. Uni keyin sevib qolsangiz-chi? Ajrashmasangiz nima qilaman men? Bilasan-ku, seni qanchalar yaxshi ko'rishimni. Shuni adezga aytsangiz bo'lmasmidi? O'zlari yaqinda yuraklarni operatsiya bo'lgan. Ke. Dadam yana kasal qilmaylik. Bilaman. Sen men uchun hamon uzr. Bo'ldi. Men boraman o'sha qiz yoniga. Gaplashaman. Sardor aka. Tushunmadim. Sardor aka. Mohin rasmimi? Kim?